Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz o't dimlanishini yaxshi lecheniya qilib beradigan, davolab beradigan bitta protseduramiz, ya'ni o't qolpini yuvish, duodenal zontlash muolajasini o'tkazilish tartibini ko'rsatib beraman. Mana bu protseduramiz bizda o'zi kun ora tartibda o'tkaziladi. Kurs lecheniyasi 5 ta 7 ta protseduradan iborat. Mana shu o't dimlanish orqasidan keladigan har xil turdagi gastroezofageal refluks kasalliklarida, 12 barmoqli ichak yara kasalliklarini davolash fonida hamda kislotalik fonini yetarlicha sifatli tushirish uchun ham mana shu protseduramiz kursidan foydalaniladi. Demak, biz bemorimiz tomoqlarini og'riqsizlantirishimiz kerak. Demak, magneziydan foydalanamiz. O't haydash maqsadida uni eritib olamiz. Zondimizni olib, sekin kiritishni boshlaymiz уже. Давайте. Sekin yutinishni boshlaysiz. Burundan, og'izdan nafas olib turasiz. Bo'ldi. Yengil tishlaysiz zondni. Давайте, endi yotamiz. Biz oshqozondan o'tib 12 barmoqli ichak degan a'zoyimiz bor. Bu ingichka ichakning boshlanish qismi hisoblanadi. Aynan shu muolajaning nomi duodenal zontlash, ya'ni 12 barmoq ichakni zontlash mana shu tartibda amalga oshiriladi. Birinchi A porsiyamizni olishni boshlaymiz. Yaxshi, A porsiya уже sizda kuzatilmayapti. Ya'ni och qoringa ajraladigan har xil turdagi shilliqlik kam. Mana endi biz o't suyuqligini yaxshi haydash maqsadida biroz kattaroq dozada o't haydovchilardan magneziy ishlatamiz. Magniy sulfat tuzi. Muolajadan keyin mana shu o't haydovchimiz ta'sirida davleniya tushishi, holsizlik kuzatilishi mumkin. Bosh aylanishlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun orqasidan biz mana shu salbiy ta'sirni yo'qotish maqsadida fizioterapiyadan, ozon terapiya muolajasidan foydalanamiz. O't qopini yuvish muolajasini ko'pchilik qiyin deb o'ylaydi. Demak, boshidagi aynan shu o'qchish reflekslarini kuchliligi hisobiga ko'pchilik bu muolajadan qo'rqadi. Lekin biz bularga, patsientlarga tushuntirish beramiz. Demak, dastlabki muolaja kunlarida o'qchish reflekslari kuchli bo'lishi mumkin. Chunki bu organizmning reaksiyasi yot moddaga nisbatan. Lekin baribir bu holat o'tib ketadi. Muolajamiz mana shu tartibda davom etadi. Ya'ni 10 daqiqadan keyin sekin astalik bilan biz shu o't suyuqliklarni har xil porsiyalardan ajratishga harakat qilamiz. Oshqozon-ichak sistemasi kasalliklarini to'liq davolash bo'yicha bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Opisaniyada raqamlarimiz keltirilgan.